Kechiring boshliq, saqlatib qo'ydim. Hech yo'q, mayli. Ay. Ali, siz kelganmidingiz? Men sizga tanishtirib qo'yay. Boshliq, bu yoq mening yo'ldoshim bo'ladi. Ha, sizning boshliqingiz kenda. Yaxshimi? Bugun savdo planim tasdiqdan o'tdi. Shunga boshliq bugun tamoq taklif qilgan edi, berib kelay deb mangan edim. Chiqqanlar yolg'izmi? Ha, boshliq ishkimiz. Nima? Bo'lmabdi? Bo'lmaydi. Bu mening ayol. Soat necha bo'ldi? Men uni ishdan og'il keldi. Hozirgi vaqtda tamoq yeb kelsam bo'lmaydi. Ali, ma'qul danga. Savdo planimga boshliq tasdiq bersa, ishlarimiz texmi yaxshi bo'lib ketgan bo'ladi. Men sizga bo'lmaydi deyotim. Ajiba gibim tushunmay o'tamsiz. Bu oddiy bir vaqt tamoq qo'shu. Yo'q. Men bilan birga uyga keting. Sening rostila aqling yo'qkan, birodar. Ayolingning xizmatini qo'llasang bo'lmamdi deyman. Bir obdan xizmatidan ayrilib qoladigan bo'ldi. Eng yaxshisi mening tishimga tegma. Bo'lmasa ayoling bir obdan yaxshi xizmatdan ayrilib qoladi. Bu xizmatga bizni ehtiyojli deb o'ylab qolgan o'xshaysan. Ayolim uyda o'tirib ichim siqilib ketdi deganlik uchunla o'zining qiziqishi bo'lganlik uchun men bu xizmatni qilishga yo'l qo'ygan edim. Sang deb qo'yay. Gap so'zingga diqqat qil. Nemishqa undaq deysiz deyman. Boshliq tasdiq bermasa, bundan keyingi ishlarimiz texmi nacharlashib ketadi, buni bilmamsiz. Bu mening tunji qatimliq tuzgan savdo planim tursa. Buncha bo'lat qarjliq qilmay ma'qul desangiz bo'lmamdi. Bir qatim ma'qul dang. Men sizga deb beray. Sababini bilgingiz bormi? Bugun men o'rinlashtirib qo'ygan restoranga 2 botulka aroq tayyorlab qo'y. Bu ishdan hargiz chatoq chiqib qolmasin. Oldingmi? Mushu savdo planining bahonasida gapimni tushundingmi deyman. Ha, tushundim. Men hozirla o'rlashtiray. Dal mushu sabab. Men uning savdo axloqini faqatla yoqtirmadim. Men bundoq odamning qishida sizni 1 minut o'tqizmayman. Sizga pul lozimmi? Ma'qul. Men sizga borimni, hayotimni beray. Lekin bugundan boshlab hech qanday yerda ishlashingizga ruxsat yo'q. Hey, Sultan. Nima demoqchisan? Menga to'liq tuhmat qilma. Men nima undaq dedim? Sen pul demibsan, lekin odam bo'lolmabsan. Shu esingda bo'lsa, boshqalarning qiz ayollarga qalaymiqan chaqchaq qilish bu yaxshi emas. Kallangni ishlat, kallangni. Pul cho'ng narsa emas. Vaqti kelsa, pul yoki qog'oz yoki sasib. Savdodagi eng muhim narsa savdo axloqi. Buni esingda tushun. Xap to'xtab turish. Qo'lingdan kelganini qil. Yo'qol. Sizlar oldirmay turish. Nemishqa undaq qilasiz? Aram bir kelgan savdo fursatini mana shunday qilib yo'q qildingiz. Men qanchalik bo'ldi, qo'llarimga bir oltin taqib baxmaga deb bilamsiz. Hozir bu oilada men tirishmasam, siz tirishdingizmi? Savdo planini ko'rib olsam bo'lamdi. Siz ko'rganingiz bilan hech nima qila olmaysiz. Ko'rib boqay deyotim. Bo'ladi-ki. Bo'ladi shu bo'lgandan keyin. Menga ozroq vaqt ber. Voy, yaxshimsiz? Bu Shinjon ochiqib savdogar o'yi. Men Ali. Voy, Ali aka, yaxshimi? Voy, qo'sh o'shkilik. Savdo plan tuzdinglarmi yo'q? Yo'q, Ali aka. Texi inchga plan tuzmadik. Men bir navbat ber.
ko'rib beqing. Ha, bo'ladi. Ma'qul Ali aka. Ma'qul. Voy, kim bilan paranglashibsiz endi? Men sizni yaxshi ko'raman. Manguga. Koni davr o'tib ketdi Ali. Yaxshi ko'raman deganga qo'saq to'yamdi hozir. Bu oilada sizning ishingiz yurishmasa, men tirishiman. Agar menmi tirishmasam, biz oshqalimiz bilamsiz. Voy, Biz hammani bir aql ko'rib chiqdik, bosh direktor. Haqiqatan yaxshi tuzilibdi. Bu savdo plani cho'qim pul qitimli qo'sh ochkilik faoliyatda noyda yaxshi ep beriladi. So'rab baqsam siz kelalasizmi? 12 oyning 12 kuni menmi bormi? Aşkım savdogar o'yini qo'sh ochkida katta bir maydon faoliyat qildiganligini hammaga uqtirish qilaman. Ha, ma'qul bosh direktor, ma'qul. Ma'qul. Yana menga chaqchaq qilib turibsiz-da. Men sizga chaqchaq qilmadim. Bu Bosh direktor. Shunaq. Aşkım savdogar o'yining lideri mening aka bo'ladi. Men bosh direktor. Rahat paraga turmush yashab pek zerikkan edi. Shunga oddiy yashash uchun kelgan. Kim o'ylasin? Sizni jabbaga sab qo'ydim. Menga nimishqa boldiroq demaysiz deyman. Agar sizga desam, siz meni yaxshi ko'rmay, mol dunyoimni yaxshi ko'rib menga yiqilasizchi? Men ashunda qiz bolama. Chaqchaq qo'ydim, tavba. Men sizni yaxshi ko'raman. Biz jo'qon baxtli bo'la olamiz deb ishonch qilgan edim. Oxirat siz mening mol dunyoimni emas, meni yaxshi ko'rdingiz. Men shu yetadi. Ayinchaqda o'ylaydi. Mening pulim bor. Yuz obro'yim bor. Nurg'un odamni taniydi. Lekin shundaqda nimishqa men haqiqiy muhabbatga erishaman deb o'ylaydi. Mol dunyodan yiroqlashganimda bo'lsa, men sizni uchratdim. Bizning kunimiz endi yaxshi bo'lib ketadi. Haras, lider u. Lider, mashinani yaqib qo'ydi. Men bosh ikkisini hargiz bosh qo'yotmayman. Ha? Voy, Biz aşkım savdogar o'yini yaxshimi, qilib yaxshimi? bo'lamiz. Ha, yaxshimi? Biz sizga bergan turni qaytarib olgan bo'lib qoldik, to'g'ri tushuning. Chunki bu turga sizlar mos kelmaydi ekansizlar. nima? Bo'ldi, ortiq gap qilgan foydasi yo'q. Biz maqomimizni qaytarib olamiz. Xayr, xo'sh. Voy. Bir kechaning ichida vayron bo'ldik. Ko'r. U lideringiz aliburun vayron bo'lib qoldi. Soda deganda, soda axloqi hammadan mo'y. Men shu bilmagandim. Yuram bo'ldi mayli.